Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 16-aprel haftaning chorshanba kuni Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Nech puldan aka bulariz? Bular 37. 37 ming so'm bular. Ko'ylak lozimlar. Pachkadagi narxi donaga nech puldan? Donaga ham beraveramiz. Donaga ham shu narxi. Qaytib qolib men hazzash etdim deyish yo'q-a? Yo'q, qaytilmaydi. Xo'p. Bitta gap. Endi shunaqa sotuvchilar ham chiqib qolishi mumkin-da. Klient chaqirish uchun arzon etlab. Lekin hazlashgani yo'q. Haqiqatan ham shunaqa. Mana ular 100 mingga 3 ta ekan. Pachkaga nech, donaga nech puldan? Kiritilyapti-da 100 ga 3 ta qilib. Donaga nech pul aka, donaga? Donaga 100 ga 3. Donaga 35 ming. 35 ming so'mdan xohlagan razmerini olaveradi. Shundaymi? Mana burchak deylar bas mana. Mana o'zi ko'rinib turibdi-yu mana. Shular 100 mingga 3 tadan-da mana shular. Mana bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Bunisi burchakdagisi qanaqa? 40 ming so'm. 40 ming so'm. Pachkaga? Pasoni bori 40 ming so'm. Pasoni bori 40 ming so'm ekan. Buchi? Prostoylar 100 ga 3. Bular 40 ming, bular 38 dediku. 38 ming so'm. Pachkaga donaga nech puldan? 40 ming dona. 40 ming so'mdan ekan. Bu tarafda qanaqalari bor ekan? Adam narxi 35 35 ming 40 ming so'mdan ekan. Materiallari hozirgi vaqtda shtampil, yana nima aka? Selim shtampil, xo'p, yana nima? Bo'ldi bambuk bor. Selim shtampil bambuk. Xabar bor. Telefon nomeringiz? Nomerni ko'rib olsinlar. 90 365 90 365 84 78. 84 78 ga telefon qilaverasizlar. Mana ko'ylakchangiz nech pul mana shu? Lozimi bilan aka mana. Bu 40 ming so'm. 40 ming so'm pachkagami? Ha, Donaga nech pul? donaga ham beraver. Donaga ham 40 ming so'm ekan. Aniq aytib qo'yaylik-da, chuchmalga o'xshab keyin Buni mas ko'p, pasoni ko'pda. yaxshi. Kelaverasizlar ekan. Kelasizlar, ko'rasizlar, ma'qul kelsa olasizlar. Qalay gap bo'ldi?